Yurish maza ekan deydi. Ha, maza. Nima ezilib yotibsiz deydi. Aytyapman-ku, bularga umuman hech nima yoqmaydi odamlarga bor-ku. Yaxshimi deydi, yaxshi rahmat. Nima jan? Tushunmadim. Mani rollama o'chirmay tur deydi. Xo'p. Ketmoqchi edim deyman. Ketaman deydi. Mayli, kelib turing. Aylanib. O'tirgansiz. Yozaman deb bo'pti. Xo'p, gaplashamizmi ishda edim. Mayli. Berishimga arzisizmi? Asabimga tegmay yo'qoling, boring. Unaqa gaplaringizni yozmang dedim men shekilli, a? Vaalaykum assalom. O'shaning uchun to'g'ri yozing. Aytdim men sizga boshda. Mendan qolgan narsalar ular dedim. Hammasini qirqib tashlaganman dedim. Qiziqmas endi bu yog'iga anaqa narsalar. Hayot faqat o'sha narsalardan iborat emas. Shu to'g'ri qarorimni 3 yil oldin qilganman. Toshkentga yashaysizmi? Yo'q, Toshkentda yashamayman men. Toshkentda yashamayman. Yo'q, to'qqiz qilgan dedi. To'g'ri qabul qilasizmi? Podpiskamni dedi. To'g'ri qabul qilaman. Shunchaki o'zingiz nazorat rahmat. Menga $100 kerak emas, boring. Keraklari bor, o'shalarga borib nima qilavering. Menga emas faqat, okey. Menga to'shak kerak bo'lsa, erga tegib olaman, anaqa har kim bilan anaqa qilib, nima qilaman yotib. Erim bilan yotmaymanmi? Xohlaganimcha, xohlagan narsamni qilib, hech kimdan qo'rqmasdan, yashirinmasdan hech kimni. U narsa kerak bo'lsa, erga tegib olaman. Tushundingiz? Charchagan ko'zim.
Hamma men hech nima nima qilmaydi, ishlamaydi, faqat shunaqa yotadi, begona deb o'ylaydi-yu. Aslida qanaqaligini bilmaydi-yu, qanaqa ish qilishimni bilmaydi hech kim. Qanaqa qiynalishimni bilmaydi. Menga ayting, ikkinchi xotin qilib olaman deydi. Hali birinchi xotiningiz bormi? Unda rahmim keldi birinchi xotiningizga, okey. Siznaqa eri bilan yashayotganiga rahmat unda. Birinchi xotiningiz bor bo'lsa-kerak. To'g'ri. Bolamga o'zim qarayapman 3 yildan beri. Endi birov kelib qarashi shart emas. O'zbekistondamisiz, Qoraqalpog'istondaman. Boring, bitta xotiningizni eplab oling, 4 ta xotinga yo'l bo'lsin, boring. Asamga tegmang unaqa bu yerda yozib menga. Qaraysan deydi, medved. Nima bo'ldi, sanlayapsizmi meni? Lekin o'zlaringizga kelganda sizlatib qolasiz-a, siz deb ayting deb. Sanlama deb. Xotiningizni eplab qo'yganingizda bu yerda o'tirmasdingiz, yotardingiz xotiningizni qo'ynida, okey. Men qachon shunaqa dedim deydi. Qoraqalpoq Rossiyadami deydi. Yo'q, Turkiyada. Nima qilsam menga tegasiz deydi. Kim aytdi men erga tegadi deb?